Harakatga doir bo'lgan masala orasidagi masofa 180 km bo'lgan A va B nuqtalaridan avtobus va avtomobil soat 6 dan 20 minutda o'tganda bir-biriga qarab yo'lga chiqdi. Ular 7 dan 50 minutda o'tganda uchrashdi. Agar avtobus 1 soat 15 minut oldin, avtomobil 15 minut keyin yo'lga chiqqanda edi, ular 7 dan 35 minut o'tganda uchrashar edi. Avtobusning tezligini kilometr taqsim soatlarda toping. Avtobus bilan yengil avtomobil 6:20 da bir-biriga qarab yo'lga chiqqan. A nuqtadan avtobus, B nuqtadan yengil avtomobil. Ular 7:50 da uchrashgan. 6:20 dan 7:50 gacha bo'lgan vaqt, ya'ni 6:20 dan 7:20 gacha 1 soat, keyin 30 minut, ya'ni 1,5 soat ikkalasi yurgan. 1,5 soatdan yurgan. Buni bundoq qilib chizma ko'rsatib qo'yaman. Ya'ni 1,5 soat avtobus yurgan, v1 tezlik bilan vaqt bilan tezlik ko'paytirdik. Uchish bu joygacha bo'lgan o'zining masofasini plus yengil avtomobil bilan 1,5 soat yurgan, v2 bilan ikkalasi bo'lib 180 km yurgan. Ya'ni o'sha vaqt bilan tezlik ko'paytmas, vaqt bilan tezlik ko'paytmas, yig'inda masofa 180 km. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Bu 1 soat 15 minut oldin yo'lga chiqqanda edi deyilgan. Ya'ni 1 soat 15 minutda 6:20 dan olib tashlasak 5 butun bo'ladi 0,5. Ya'ni 5:5 da chiqqanda edi. Bu 15 minut keyin yo'lga chiqqanda edi. Ya'ni 6:35 da chiqqanda edi deyilgan. Bu yerda avtobus 5:05 da chiqqan, 7:35 gacha yurgan. Ya'ni 5:05 dan 7:35 gacha 2,5 soat yurgan. Yengil avtomobil bu yerda 6:35 da yo'lga chiqqan, 7:35 gacha 1 soat yurgan. Endi bunda ham v1 ko'paytiruv 2,5 soat, ya'ni 2,5 soat ko'paytiruv v1. Xo'p, 2,5 soat bu yurgan. Plus 1 soat yurgan, ya'ni 1 soat ko'paytiruv v2, 1 ko'paytiruv v2 teng 180 bo'ladi. Demak, mana shu sistemani yechib v1 topsak, avtobus tezligini topgan bo'lamiz. Buning uchun nima qilaman? Men uni 1,5 ga bo'lib olaman. 1,5 ga bo'lib pastiga yozaman. 1,5 ga bo'lsam, bu v1 bo'lib qoladi. Bu v2 bo'lib qoladi. 180 ni 1,5 ga bo'lsam 120 bo'ladi. Endi tagma-tag ayiramiz. 2,5 v1 dan v1 olsak 1,5 v1 bo'ladi. Yana avtobus tezligi. v2 larni ayirib olsak 1 dan yo'q bo'lib ketadi. 180 dan 120 ni olsak 60 bo'ladi. Ikkala tomonni endi 1,5 ga bo'lib olsam, v1 chiqadi, teng 40 bo'ladi kilometr taqsim soat. Chunki tezlik kilometr soatda, vaqt soatda, masofa kilometrda berilgan bu yerda. Javobimiz 40 km soat. Berilgan testimiz javobi A. Bu test professional birinchi qismida olindi.